Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida 2000-yilda tug'ilgan Namangan viloyatida yashovchi ismli shaxs Paygo platformasi orqali kriptoaktivlarning noqonuniy savdosi hamda ijtimoiy tarmoqlarda soxta treyderlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Tekshiruv davomida ismli shaxsning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda jinoiy faoliyatni amalga oshirish uchun mo'ljallangan jami 2 dona kuchaytirilgan kompyuter jamlanmasi, 2 dona notebook, 1 dona planshet, 14 dona telefon qurilmasi va ulardagi sim kartalar hamda 21 ta bankka tegishli jami 225 dona drop bank plastik kartalar borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. O'rganishlar natijasida asmli shaxs noqonuniy kriptoaktivlar aylanmasi sohasida jami 3,150,788,000 so'm miqdordagi operatsiyalarni amalga oshirib, fuqarolarning bank plastik kartalaridan yechib olingan jinoiy mablag'larni kriptoaktivlar orqali yuvish bilan shug'ullanganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan holatga ko'ra, ushbu shaxsga nisbatan kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-modda 3-qism A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagi kabi jinoiy yo'l bilan ortilgan mablag'larni kriptoaktivlar orqali yuvish bilan shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan tezkor tadbirlar doimiy ravishda amalga oshirib kelinmoqda.